alaykum qadrdon qadrdonlarim. O'tnashasizlar g'oyibona uchrashib turganimdan g'oyat xursandman. Mana bugun men sizlarga juda ham ajoyib Saidmur Davlatovning kitoblaridan qarzdorlik haqida, qarzlar ko'z o'ngimda erib ketadi nomli kitoblaridan sizlarga ajoyib qanday qilib qarzlarni eritish haqida texnikalarni beraman. Bu rostdan ham o'qib chiqqanimdan keyin tushunib ketdim. Qarzdan qanday qutulish yo'llari haqida yozilgan. Agarda hozirda sizda qarzingiz ko'p bo'lsa va qarzlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, tavsiya qilaman Saidmur Davlatovning qarzlar ko'z o'ngimda erib ketadi degan kitoblarni olinglar. Bu kitob juda ham hayotingizni qarzlaringizdan qanday qutulishni juda ham chiroyli gaplar bor. Men har bitta so'zda oson tushuntirganlar. Nima uchun Saidmur Davlatov o'zlari hayotdan olib aytgani uchun ham shunaqa oson va insonlarga har bitta inson o'qiganda tushunadigan tilda aytganlar, sodda bir tilda aytganlar. Chunki inson o'zini hayotini aytsa, qandaydir sodda, oson, murakkab qilmasdan aytadi. Chunki o'zini hayotini yashab o'tgan, hayotidan o'zini hayotini aytgan uchun ham shunaqa oson, yengil kitob deb o'ylayman. Bu kitob har bir inson uyiga bo'lsa, albatta shunaqangi qarzlardan oson va yengil qutulasa edi. Shuning uchun ham tavsiya qilaman, bu kitobni olinglar. Hatto mana shunaqa qilib, mana kerakli joylarni shunaqa qilib o'zimga shunaqa belgilab ketdim. Bu qalb so'zlarni aytdim. Chunki men shunday ochgan paytimda kitobni yana bir marta shunday eslayman va bu avtomatik miyamda yana dastur bo'ladi. Keyin bugun men sizlarga ajoyib mana shunaqa texnikalarni yozib ko'rsataman, qanday qilib agarda sizda kitoblar yo'qdir, lekin buni qarzingizni qanday qutulishmoqchi bo'lib xohlagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Hozirda juda ham bu muammo, kreditlar, qarzlarga botib qolgan insonlar juda ham ko'p qarzlarimiz bor va qandaydir avvalambor inson qarz nima degani? Qarz inson har bir inson qarzni olishdan oldin bir yaxshi niyatda olamiz. Har bir inson qarzni pozitiv oladi. Misol uchun birovdan kam bo'lmaydi deb olamiz. Misol uchun qandaydir biznes qilay, qanday hayotimni yaxshilay, yoki mashina olib kredit olamiz, mashina olamiz, yoki uy qilamiz, yoki to'y qilamiz. Yaxshi niyatlar bilan bizlar avvalambor kredit olamiz yoki qarz olamiz. Biz o'sha qimmatbaho birovdan kam bo'lmaydi deb mashina olamiz. Qandaydir vaqtida nima bo'ladi? Keyin bilasizmi, qachon olinadi? Qachonki bizning maoshimiz ko'paysa, bizning maoshimiz ko'paygan keyin daromad ko'paysa, daromad ko'paygandan keyin albatta inson o'ziga bo'lgan ishonch paydo bo'ladi. O'ylaydiki, har doim shunaqa daromadda qolaman deb o'ylaydi. Daromadimiz misol $1000 bo'lsa, bizning xarajatimiz ham $1000 biz xarajat qilamiz. Ana shu paytda avvalambor xarajatlarimiz $200-300 bo'lsa, biz hech qachon borib bankdan 100 minglik kredit olmaymiz. Qo'rquv bo'ladi, chunki $200 bilan biz $100lik qarzni qutula olmaymiz. Shuning uchun ham biz narsa olmaymiz. Qachon biz bu narsa olamiz? Qachonki biz misol chet elga kelib, ishlab, pul ishlab, qachon o'zimizga $1000, $2000 pul ishlab boshlaganimizdan keyin biz o'zimizga qo'rqmasdan borib kreditlarni olamiz, qo'rqmasdan borib narsalarni olamiz. Avvalambor kredit, qarzlar albatta insonda qandaydir qoladigan narsa. Misol uchun kreditlarni olganimizdan keyin uyli bo'lamiz, mashinani bo'lamiz. Albatta bu narsa olmaslik kerak desangiz, bu ham qandaydir kerak. Biz chunki pul sarflashni o'zim ham kreditga uy olganman, har oy berib ketaman oyligimdan. Lekin bor o'zingizni o'sha daromadingizdan past darajada o'sha nimangizni kredit oling. Misol uchun sizni oyligingiz $1000 $500 ga yarasha kredit olsangiz, siz har oyligingizni ishlagan paytingiz $500 sizni bu tarafga qolsin, 500 ni uyingizga berib ketsangiz, u 500 ni sizni istagingizga qolsin. $2000 oylik olsangiz, $1000lik uy olsangiz, $1000 o'zingizga qoladi. Ana shu paytda sizga hech qanaqa qandaydir qiyinchilikka, tushkunlikka tushmaysiz, sizga qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Lekin biz nima qilamiz? Uyni oldik. Misol uchun $500, misol uchun avvalambor $2000 $1000 oyligimiz bor edi. $500 ga biz bitta kreditga uy oldik. Endi bu kreditga uy olamiz, nima qilamiz? Keyin nima bo'ladi? Yana ishlaymiz, nima qilib $1000 oyligim, keyin yana $300lik yana qandaydir mashina chiqadi. Men aytamanki, men oyligim $1000 deyman. Hozirda men o'sha $1000 oyligimdan 500 kreditga bersak, 300 mingga bersam agar, albatta 8 bo'ladi.
keyin uni olaman, u qarzni olaman va mana misol uchun ro'zg'or bor, oila bor, farzandlari bir narsasi bor, qandaydir o'zimizning hayotimiz bor, o'qib bilib bor, barchasi borda. O'sha o'zimiz bilmaslik yoki bozorga boramiz, o'zimiz bilmagan holda 10 ming, 120 ming, narsa odamlar ko'ylaklar bo'lsa 10 ming ekan, 20 ming ekan, so'chun 30 ming ekan deymiz. Yoki bir ovqat, bir nimalar o'zimizcha pulim masalan $1000 pulim bor-ku deymiz. Biz bilmaymiz o'sha $1000 mayda o'sha $100, $200 yeb qo'yganimizni bilmaymiz. Chunki bu narsa o'zimga ham bo'lgan, menga ham. Rostdan men oldin tushunmas edim. Mana shu Selmov davlatni tanmagandan oldin bilmasdim. Chunki mana har doim xarajat qilasan, keyin hayron qolasan, qayerga ketdi pulim deb o'ylasinda. Keyin mayda masalan mana bu 10 ming, mana bu 20 ming, mana bu 30 ming, mana bu 50 ming, mayda olib shunday qasr oldiga kelingizga o'sha $100, $200 uyga kelganingizdan keyin qarasangiz $100, $200 qo'yib pulingiz ketgan bo'ladi. Keyin mana bu yerga kreditlaringiz, mana bu qarzlaringizga siz yetisha olmaysiz. Siz bizga mana shunday mayda chuyda deymiz, qandaydir summani hisoblamaymiz. $1000 pulim bor yoki $1000 mana bu raqamni demaymiz. Shunday olganimizdan miyamizda nima bor? Avtomatik $1000 pul bor. U miya birdan o'ylamaydi. Masalan, qarzim bor demaydi. Bir qapay odam pulim bor-ku deymiz. Uni hisob kitobini olmasdan, agar hisob kitobini olmasalar, uni narsa olamiz. Keyin uyga kerak bo'ladi. Uyga jo'natamiz. Buni qarasak, kreditimizga, o'sha nimamizga yetmay qoladi yoki kimdandir qarz olamiz. O qarzni boy beraman deymiz. Unga boyga bera olmaymiz. Yana bir muammo bir narsa chiqishi mumkin. U pulni bera olmadik. Uni boshqasidan olamiz. Bunisidan olamiz. Bunisiga beramiz. Shunday qilib bizni o'zimizga ongli yoki o'ngsinishda qarzimiz ko'payib qoladi. Qarzimiz ko'paygandan keyin albatta biz qandaydir tushkunlikka tushamiz. Tushkunlikka tushgandan keyin samatsenka past bo'ladi. O'zi qarz qancha qarz ko'paygan sari insonni ong ostida o'sha miyani, dastur miyani yo'q qo'yar ekan. O'sha boyagi nimalar, negativ so'zlarimiz fikrimizni yopadi. Fikr yopilgandan keyin, miya ishlamagandan keyin albatta insonda qandaydir g'oyalar, qandaydir fikrlar kelmaydi. Biz har doim qarz haqida o'ylasak, qarz, kredit haqida o'ylagan sari inson qarzga botib ketadi. Shuning uchun ham agarda mana bu kitobda yozgan, har doim qarz haqida o'ylamasdan, siz agar pozitiv holatda, salbiy o'ylamasdan ijobiy o'ylasangiz, albatta sizda o'sha fikringiz salbiy bo'lsa, agar ijobiy bo'lsa, albatta sizni o'sha hayotingiz o'zgaradi. Siz avvalambor hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda qarzdan qutulmoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi o'rinda fikringizni o'zgartiring. O'zingizda qandaydir sakinlashtiring. Har doim qarz haqida o'ylamang, miyangizni pozitivga aylantiring degan aytganlar va mana bu sxemani o'rgatgan. Juda ham chiroyli sxema. Kechamda eshitib o'qidim, mazza qildim. Sizlarga video qilishga qaror qildim. Kelinglar bunga o'tamiz. Demak, har birimiz mana shu qarzni unaqaga o'tadi deganda, mana shunaqa har birimizning qarzimiz bor. Misol uchun, necha kishidan qarzsiz, har bitta qarzingizni mana shu sxema qilib qarzni yozib ketaylik. Misol uchun mana fish qarzlarimni nimasi umumiy narxi har bir yozamiz. Mana bu yerga har oylik beradigan pulimiz va qarzimiz va sanasini yozar ekanmiz. Endi misol uchun mana shu yozgan, masalan, bankdan $10,000 qarzim bor. $100,000 qarzim bor. Mana $100,000 qarzim misol uchun. Alidan $200 qarzim, misol yozaman, Alidan qarzim. Misol uchun Gulidan $1000 qarzim bor. Misol uchun Dilidan $500 qarzim bor. Yoki Validan $2000 qarzim bor. Bu ismlar men misolga yozganman. Shuning uchun ham Ali Valini tanimayman hech kimni. Barcha qarzim yo'qlardan men misol aytganman. Misol uchun shunaqa qarzlaringiz bor. Misol uchun men misol aytdim. Siz o'zingiznikini yozasiz. Har qanaqa kimni ismini yozasiz. Kimda $100 mi, 100 mingmi, 500 so'mmi, 100 shunaqa yozamiz va keyin biz o'tiramiz. Ularni berayotgan paytimizga maoshimizga qaraymiz. Misolayman, hech qachon 100 minglik bank 100 minglik narsani sizga agar oyligingiz $200-300 bo'lsa, sizga bank $100,000 bermaydi. Shuning uchun $100,000 kreditni to'lash uchun albatta sizda kamida $1000, $2000 oyligimiz bo'lishi kerak. Bu narsa misol uchun kreditda uy olganmiz. Shunday $100,000 uy olganmiz, kreditda uy olganmiz. Bizni $200 ga uy olganmiz. Misol uchun keling, mana misol uchun mana bu valini mashinada, masalan, shu mashina validagi misol bo'ldi. Misol uchun uy olgansiz kreditga
va siz o'sha nima keyin siz Ali degan bir do'stingizdan $200 qarz oldingiz, bu qarzingiz yopishni oldingiz va keyin yana siz o'sha $1000 o'sha kreditingiz yetmagani uchun Gulidan qarz oldingiz, u kreditingizni yana yopish uchun qanday yana nima bo'ldi, Gulidan qanday $500 berib u qarzni yarmini yana yopdingiz, yana nima bo'ldi, Validan $2000 olgansiz. Endi har bitta insonda olgansiz, ularni qanday berishni bilmayapsiz. Endi buning oson yo'li shunaqa bular sxemalar o'rganganimdan keyin juda ham maza qildi. Bo'lsam miyam ishlab ketadi. Avvalambor aytdiki, har bitta oyligingni taqsimlash kerak ekan. Misol uchun $1000 taqsimlaymiz. Bankda $400, Alida $200 Aliga beramiz. Nima uchun Alidan $200, $400 bankda, $200 Aliga, Guliga $1000 qarzimiz uchun $100 beramiz. Diliga $500 va Valiga $2000 beramiz. Endi aytamiz nima uchun biz $200 qarzimizni birinchi avvalambor biz o'zimizni o'sha maoshimizdan kichkina qarzlarni yopishdan boshlar ekanmiz. Agarda biz kichkina qarzimizni bersak, yana o'zimizga qarang. Misol uchun mana aprel oyi, men 19-nimaga aprel oyi men oyligimni oldim va men bankka $400 berdim. Alidan $200 qarzim bo'ldi va Alidan polni to'lovini men berdim va Alidan qutuldim. Alidan birdan berdim, Alidan qutuldim. Nima bo'ladi bu yerda? Shu paytda bizni ongimizda qanday ichimizda yengillik his qilasiz. Siz bitta qarzingizdan qutulganingizda o'zingizga biroz ishonch paydo bo'ladi, biroz yengillik bo'ladi. Inson qandaydir insonda motivatsiya paydo bo'ladi. Shuning uchun ham avvalambor Selmor Davlat aytgandek, avvalambor kichkina qarzlaringizni berib ketinglar, undan keyin katta qarzga o'tinglar deb aytadilar. Shuning uchun ham siz avvalambor mana $200 berdingiz, mana shuni taqsimladingiz. Endi bu oy may oyiga keldingiz, misol uchun aprel mayda yana shu bank yana $400 berasiz. Yana Guliga $1000 Guliga yana $100 beraman. Guliga yana Diliga $500 qarzimdan $200 beraman. Nima uchun? Chunki Dilini ham qarzini shu kam $500 bilan Dilini ham qarzni qutulishim uchun unga $200 beraman, yana Valiga yana $200 beraman. Endi iyun oyiga qarang, endi nima qoldi? $200. Endi nima qoldi? Bu $8 qoldi, bu $200 qoldi. Bu yerda yana $200 nima qoldi? $200 qoldi. 1800 bo'lsa 1800 bo'lsa endi 1000 naqa bo'ladi. Hozir bu qilsa shu mana bu yerga olganimiz raqamimizni nima qilamiz? Endi har shunday qilib bu oyga $200 qolyaptimi? $200 iyun oyiga ikkinchi qarzingizdan qutulasiz. Yana bu $400 qoladi, bunisi yana $300 qoladi. Bu shunday qilib bitta biz har oyi bitta kichkina qarzni yopgandan keyin o'shana qarzni $100 masalan bunga bu tugadimi? Bunisi katta naqaga qo'shar ekanmiz. Qaysi birini qo'shib ketsak, biz tezda har bitta qarzimizdan qutulib borar ekanmiz. Misol uchun qandaydir mana misol uchun Ali Valiniki mana bu yerda Diliniki qutulsak, keyin bu safar iyunda tugasa, keyin bu safar masalan Gulinikini qilam $1000 u kamayib ketyapti, $600 bo'ladi, $200 qilib bersak $800dan $200 $500 qoladi, misolda 500 qoladi, biz qo'yishi mumkin. Yo bunisi qandaydir pasayib ketadi. Har oyi berib ketish kerak, o'zimizda o'sha summalarni kamaytirib ketish uchun. Agarda sizda shunaqa summangizni kamaytirish niyatingiz bo'lsa, albatta siz ham shu Selmor Davlatovning kitoblarini oling va buni har doim hisoblab, ana shunaqa o'zingizni qarzingizni kamayib boring. Kamaytirish uchun demak nima deyapti? Sen qaysi polni qarzingizni yozasiz? Polni kimdan qarzingizni yozasiz? Uni qarzni umumiy nimasini yozasiz? Umumiy masalan $1000 qarzimi, $2000, $300, $100 nima yozasiz? Uni yozganingizdan keyin maoshingizni qaraysiz, maoshingizni bo'lasiz, daftarga bo'lasiz. Bunga 400 beraman, bunga 200 beraman, bunga 100 beraman. Endi qaraysiz, qaysi biri sizda oyligingiz kam bo'lsa, $200, $100 qarzingiz bo'lsa, birinchi o'shanikini berasiz. Nima uchun bunday qilamiz?
Chunki biz kichkinalarni eritamiz. Buni bizning nimamiz eritish bu. Bu eritish kerak. Ana shu paytda siz eritishingiz kerak. Kichkina summalarni eritib borsangiz, agar o'sha kichkinalarga ko'proq bersangiz, undan qutulsangiz, yana mana bu $200 qutuldingizmi, buni boshqa bir, masalan, boshqa bir nimasiga, nimasiga masalan bu 200 oldu, 500'e $100 verdik. Shundaymi? Mesela $100 verdik. Hem yana kamaydimi? Endi bunu bu tugaganidan keyin $1000'likka berasiz. $1000'lik bungacha $1000 tugab ki $2000 o'tasiz. $2000'ni ham tugatasiz. Keyin mana bu $100,000 faqat bankdan qarzingiz qoladi va unga ko'proq berib tezda qutulsak bo'ladi. Bu juda ham chiroyli sxema ekan. Men juda ham menga yoqdi bu narsa. Agarda biz shunaqa qilsak, ko'p qarzlarimizdan qutulamiz. O'zimizga qandaydir motivatsiya bu nima uchun kerak bilasizmi? Bu narsa bizga o'zimizga bo'lgan ishonchni oshiradi. San'at senga yo'qoladi. Qanday inson o'ziga qandaydir ishonch paydo bo'lgandan keyin inson harakat qiladi. Ana shu paytda insonning hayoti o'zgaradi. Biz agarda o'zimizga ishonmasak, agar biz harakat qilmasak, bizning hayotimiz o'zgarmaydi. Siz avvalo hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz, albatta siz o'z ongingizdagi o'sha tuzukni olib tashlamoqchi bo'lsangiz, kreditdan qarz degan negativ so'zni olib tashlamasangiz, sizning hayotingiz o'zgarmaydi. Chunki siz qancha ko'p qarz bo'lsangiz, sizning atrofdagi inson ham, har bir inson ham qo'li bilan ana bu mashinnik, ana bu bir nima deganda siz yana tushkunlikka tushib, yana botqoqqa kirib qolasiz. Siz qancha botqoqqa kirgan sari battar botqoqqa kirasiz. Shuning uchun ham aytadiki, Saidmazor aytadilarki, agarda sizda hozir qarzingiz bo'lsa, yana qarz olib, yana botqoq, o'zing botqoqqa toping, yana botqoqqa kirmanglar. O'sha botqoqqa chiqish yo'lini topinglar. Uni chiqish yo'li ana shunaqa sxema har oyi pulingizni berib, eritib yuborish deb aytadilar. Bu haqiqat. Agarda biz unisidan qarz olib, unisidan qarz olsa, biz battar botqoqqa kirib ketamiz. Uni o'rniga o'zingizni, misol uchun, avvalambor oyligingizni olib, mana shunaqa Saidmazor juda ham katta summaga men qarz berganman dedilar. Keyin unisi buni so'ragan paytda ana shu sxema qilganlar va o'sha insonlarga ko'rsatganlar telefonga qarab. Mana shuncha inson bor, qarzim bor. Har oy masanga shunga $200 yo'q, $100 beraman. Yo'q, menga birdan pulimni ber dedim. Men ilojim yo'q, men pul bera olmayman. Shuncha qarzim bor. Har bittalaringizga berishim kerak. Xohlasang men senga har oy naql. Xohlasang meni qamatganing bilan masalan qamoqqa qo'yadi, u pulingni ololmaysan. Yaxshisi menga vaqt ber, ruxsat ber. Men har oy ishlab, oyma-oy ishlab sen o'sha masalan $100 mana buni pulni yo'qolaman, keyin senga qo'shib beraman. Bunisi pul kelib, yana senga qo'shib shunday qilib insonlarni ishontirgan ekanlar va o'sha shunday qilib qarzdan qutuldi va o'sha millionerlik darajasiga erishgan ekan. Mana o'zida taniymiz hammamiz, qandaydir treninglar qiladilar, inson qancha insonlarga yordam beradilar. Albatta biz ham agarda harakat qilsak, biz ham shunaqa narsalarni qilsak, biz ham hayotimizni o'zgartira olamiz. Biz ham o'sha qarzdan qutula olamiz. Bizni qarzdan qutulish uchun albatta inson avvalambor o'qish kerak, bilim olish kerak. Shunaqa o'zi qarzga botgan insonlarni hayotini ko'proq eshitsangiz, o'qisangiz, o'sha insonlarga ustozlikka, shogirdlikka tushsangiz, albatta siz hayotingiz o'zgaradi. Sizlar shunaqa treninglarga borib, shunaqa YouTube'lardan eshitsangiz, treninglarga qatnashsangiz, kurslarga qatnashsangiz, agarda shunaqa aytganlarini qilib bajarib, har oy maoshingizdan, oyligingizdan o'sha kam berib ketib taqsimlab, o'sha taqsimlab, avval birinchi o'sha kam nimasi qutulib, keyin kichkinasidan boshlab kattaga yetib borsa agar, albatta biz bir kunmas bugun o'sha barcha qarzdan qutar ekanmiz, bilasizlar. Shuning uchun ishonamanki, bu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariyaga yozing. Yana qanaqa savollaringiz bo'lsa, beringlar, nasib bo'lsa yana ko'proq kitoblar, bu kitoblar men keys oldim, katta kitob oldim. Albatta har bitta kitoblarni o'qib, har bitta ichidagi bor bilimlarni men sizlarga berib, video qilib berib ketaman. Albatta kamchiliklar bo'lishi mumkin. Ideal inson o'zi yo'q, albatta yana ko'proq o'qib sizlarga yana ko'proq o'z bilimlarimni berib ketaman. Aziz obunachilar, sizlar bilan yana keyingi videoga uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.